Yaqinda Novator va Econom markali suv hisoblagichlar uchun berilgan muvofiqlik sertifikatlari muddati tugaganligi haqida ma'lumot berilgan edi. Shu sababli endilikda ushbu turdagi hisoblagichlarni yangi holda xarid qilish, o'rnatish yoki foydalanishga topshirish taqiqlanadi. Biroq bu qaror ilgari o'rnatilib plombalangan hisoblagichlarga taalluqli emas. Ya'ni bunday qurilmalar o'z vaqtida sertifikati amal qilgan davrda o'rnatilgan bo'lsa va xizmat muddati hali tugamagan bo'lsa, ularni bemalol ishlatish mumkin. Shunday hisoblagichlar uchun hech qanday almashtirish talabi, jarima yoki qayta hisob-kitob qo'llanilmaydi. Mazkur axborot faqat ogohlantirish va ma'lumot berish maqsadida e'lon qilinmoqda. Asosiy maqsad iste'molchilarni soxta yoki sertifikatsiz suv hisoblagichlarini xarid qilishdan ogohlantirishdir. U suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati aholiga yangi suv hisoblagichlarini xarid qilishda amal qilayotgan muvofiqlik sertifikati va davlat qiyoslov belgisi mavjudligiga e'tibor berishni